Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Barchalaringga xayrli kun deb o'zimizni yengil videomizni boshladik. Xudo xolasa bu videomiz o'zimizning mini fermamizdan. Mollarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa mollarimiz qochdi, hammasi bo'g'oz. Bunisi gumon edi, bu ham xudo xolasa mana bo'g'ozga o'xshadi. Hali rosa tekshirtirganimiz yo'q, lekin bo'g'ozga o'xshab turibdi. Biladiganlarga. 2 oylik bo'g'oz bo'ldi xudo xolasa bu ham. Qolganlari bo'g'oz, 5 oylik, 4 oylik, 3 oylik bo'g'oz. Mollarimizga qaraganimizga mana 1 soatdan o'tdi, lekin mana yem yeyish jarayonlari juda yaxshi. Bitta senash, mana suyib yeyishayotgani senash. Bug'doy senashi. To'g'ri allaqa qichishtiradigan senash bas. Bu bug'doy senashi mana g'oyatda yaxshi. Mana shular don. Mana bu arpa mana. Bitta 80% bug'doy bo'lsa, 20% arpa tarkibida bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman, nihoyatda foydali, keyin mollarga ham juda to'yimli, sifatli. Suyib yeyishadi. Tinmasdan. Bitta 4 tasi yeyotgan bo'lsa, har yoqda 2 tasi. Joyimiz xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, quruq, mollarga hech qanday stress beradigan bir yomon narsasi yo'q. Mazza qilib sayr qilishadi. Suv to'la idishida. Suv toza, bu suvni almashtirib turiladi. Mana bu yerda 2 tasi, bular ham xudo xolasa bo'g'oz. Novvosda ajratib qo'yganmiz. Tarkibi senash mana. Mana boshoqlargacha bor. Bunisi ham 4 oylik bo'g'oz atrofida ekalasi ham. Senaj olishda ham nihoyatda bir chiroyli tarzda olish kerak ekan. Men o'zim ham bildim bu bug'doy senajda qanaqaligini. Mollar mana ko'ryapsizlar, bir mazza qilib yeydi. Bir-biri bilan talashib kepe sef turib aralashtirilgan. Aralashtirishni bilasizlar, maqsad hammasi bir xilda taqsimot bo'lish mollarga. O'sha zagonda yurgani baribir foydasi bor. Mollar ko'rib turibsizlar, bir chiroyli, go'zal holatda, xudo xolasa barchalarimizga shundaqa chiroyli narsalardan nasib qilsin. Salqin soyalar bor. Endi novvosimizni ko'rsatsak, novvosda отдельно qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa ajratganimizga bir 10 kun, 15 kuncha bo'ldi. Novvos mana o'zi sekin движениeni qilib yuribdi. Novvos tayi albatta quruq. Tayi steshka, lekin tepasida quruq go'ng sepilgan. Suv bor idishida mana. Toza tiniq suv lekin. Mana shu novvos boqishda ham imkon darajada nima desa bo'ladi. Mana shunday kichkina joy bo'lsa ham bo'sh qo'yib yorib qaralsa, mol novvos ham bir stress holatga tushmaydi. Bemalol aylanib yuradi. Xolaganda suvni ichadi, xolaganda yemini yeydi. Taylarga e'tibor berib, yaxshilab qarash kerak. Xudo xolasa mana bu novvosimiz normalni, shu dekabrda 15-sida olingan 480 kilo mahalla hozir mana ko'rib turibsizlar. Bor bir 700 dan baland. O'g'limiz
umuman ko'ringan yo'q orqasida. Assalomu alaykum. Sekin qashib mehrni berilyapti. Bu novvosga bitta mehr berilmasa bo'lmaydi. Bo'sh yurgan holatda mana bemalol qashib bir bu zotlar nima desa bo'ladi? O'zimizni jaydarlarga nisbatan bir to'palan qilmaydi, bir o'zini aqabaqa urmaydi, bemalol o'tib qashib, bemalol molga qarasa bo'ladi, novvosga qarasa bo'ladi. Xudo xolasa bu molimizni endi sekin bir zot kerak deganlarga ilashsa bo'laveradi, ilinsa bo'laveradi. Novvosimiz o'zini vazifasini bajardi. Zarur odamlar telefon qilaveradi, nomerimiz o'sha 90 534 0262. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelish bo'lsa sotib olaveramiz. Xudo xolasa novvos hoy zoti, qoni toza novvoslardan. Bemalol kelib ko'rib kelishaveramiz. Normalniy, xudo xolasa. Ancha talablarga javob beradigan novvos. Bemalol mana tepalarigacha ko'raverasizlar, mol qashilayotganda mazza qilaveradi. U to'palan qilmaydi, boshqa qilmaydi. Xudo xolasa mana shu videomizni rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shsalaringiz, shu bular tuqqandan keyin bittadan bolalarini ham sizlar e'tiborlaringizga ko'rsatib boramiz. Albatta bu yaxshi video bo'ladi. Mehr bilan sekin qaralyapti bularga. O'z natijalarini beradi degan umiddaman. Xudo xolasa Allohdan so'rab qolamiz. Barchalarimizga shunaqa yaxshi narsalardan nasib qilsin. Joy ham salqin. Daraxtlarda panasi bor, daraxtlar bor atrofida. O'riga kelgan. To'g'ri ichkaridalar qurib qolgan, ularni tepasini kesib qo'yganmiz. Faqat qashnashib yurishadi. Novvosimizni orqa tomondan ko'rinishlari juda yaxshi holatda, xudo xolasa. Kimga yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Albatta bu videomizning rivoji uchun. O'zlarini bir do'stlarga, yor birodarlarga ulashasizlar, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar, kelishaveramiz. Ana molimiz bor, jasad deydimi, nima deydi mana. Videoda endi har xil ko'rinishi mumkin, katta, kichik. Qolgan bir narsalarni kelib ko'raverasizlar. Ha, shu joyda bemalol o'zi yuribdi mana, bir to'palan qilgan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Xolasa yeydi, ichadi, shu mana yosh bola bemalol qashib netib tarbiya qilaveradi. Qolgan mana mollar bemalol ovqatlanishadi, o'tini yeydi, kechgacha o'zini qonini g'amida yuraveradi. O'sha bizni yem berish jarayonlarimiz ertalab kech payt bir kunda 2 mahal qaraladi. Lekin suv pastanni bir almashtirib turiladi. Yozgi kunida ayniqsa 3 mahal, 4 mahal almashtirib qo'yiladi. Chunki isib qoladi. Qarab turmasa bo'lmaydi. Bular mana xolagancha yeydi. Ozuqani keyin damini olib yotadi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, bir molga qarashda bemalol oldiga tashlash kerak. Yemni, o'tni,
silos sezonlar boshlanadi yaqinda xudo xolasa. O'shanda baribir beradigan ozuqani bir tarkibi nihoyatda bor-ku, hamma narsaga boy bo'lish kerak. Mana gapimiz isboti bilan boshog'i bor. Bu hali nimasi bo'ladi? Roj senaj bas, bu bug'doy senaj. Tarkibida arpa bor, mana. Bug'doy boshog'i, mana bug'doy boshog'i, arpa, sut qatiq bo'lgan mahalda o'rilgan. Shuning uchun mollarga bir foydasi nihoyatda zo'r. Silos olishda ham bir Jaguardan bir tegirmonni ishlatib maydalangandan olish kerak. O'shanda kepak kunjarani kamroq sepiladi. O'zi ham bir tarkibi nimasi bo'ladi? Zo'r, nihoyatda kuchli yem bo'ladi. Shunga bir e'tiborlaringizni qaratish kerak baribir. Yemga e'tiborni qaratish kerak, berilgan mahsulotlarga hamma narsani bir o'zini sezonida olish kerak, o'shanda arzon tushadi. Xohlagan bu tomonga qarab ketadi, xohlagan bu tomondan bir aylanib yuraveradi. Shu bilan bugungi video syomkamizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun kattadan rahmat. Sizlarga tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik.